Assalomu alaykum aziz takipchilarim, avvalambor xush keldilaring. Hozirgi ko'radigan kartamiz sevgilingiz aslida sizga nisbatan nimani his qilmoqda? Sevgilingiz aslida sizga nisbatan nimani his qilmoqda? 3 ta kartamiz tushib ketdi. Haqiqatda u sizni chin dildan sevadi. Qandaydir go'da yuragi og'riydi, siqiladi, diqqat bo'ladi, ancha-muncha narsani sizga gapirolmaydi. Qani 7 ta karta olaylikchi. 1 2 3 4 5 6 7 ta karta oldik mana. Sizdan nimani his qilmoqda sizga nisbatan? Sizga nisbatan nimani his qilmoqda? Qanday desamkin sizga hozirgi paytda qandaydir ishlari yurishmagan, o'ylagan narsalari amalga oshmagan holatda turibdi. Aslida u sizni chin yurakdan chin dildan sevadi ham, sog'inyapti. Qandaydir oralaringda qanaqadir masofat turibdi-da. Sizni yoningizda ko'rinmayapti, biroz uzoqda ko'rinyapti. Sizga nisbatan yoningizda emas. Anchadan beri qo'ng'iroq ham qilgan yo'q, gaplashganlaring ham yo'q. Yuragida biroz siqilishlar bor. Lekin qanday desam ekan sizga tashqaridagi energiyalar biroz ta'sir qilib qo'ygan bu odamga, yaxshi ko'rgan odamingizga. Keyin mana bu sizga o'zini ichidagi dardlarini ochiq gapira olmaydi-da bu odam. Qandaydir sizni yo'qotib qo'yishdan, sizni dilingizga ozor berib qo'yishdan qo'rqadi. Uzoqdan turib sizni hali kuzatadi. Qanday desam ekan, misol uchun siz boshqa shaharda, u boshqa shaharda bo'lishidan qat'iy nazar qanaqadir nima orqali tanish bilishimi, yor birodarlarimi orqali sizni haqingizda izvestiya olib turadi, bilib turadi. Nimasiz, qanaqasiz har tomonlama sizni haqingizda bilib turadi. Endi qarang, u sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Chunki sizga juda ham bog'liq bu odam qandaydir. Juda ham bog'liqligi bor. Oltita. Qachon keladi sizni oldingizga? 4 ta, 5 ta, 6 ta. Uning ichida sizga nisbatan kuchlik qanaqadir his-hayajon bor. O'zini ichida. Bu sizda mana sizni haqiqiy qirolichalar kabi ko'radi. Sizni juda ham yaxshi ko'radi. Oxirgi marta ikkovlaring bir-birlaringga qanaqadir sovuqqonlik, bir-birlaringga hali bular bo'lmas gaplar bilan bir-birlaringni xafa qilgansizlar. Hozir sizdan biroz uzoqroqda. Endi o'sha o'rtalaringda turgan devorni buzishga harakat qilyapti. Qanaqa qilsam ekan, nima qilsam ekan degan xayollarda yuribdi. Lekin yomon odam emas, nihoyatda ko'ngli pok, birovga diliga ozor bermaydigan, aytganini qiladigan, haligi yolg'onchi emas-da, to'g'risini gapirib qarab turaveradi. Misol uchun cho'ntagida 1 so'm puli yo'qmi? Pulim yo'q deb turaveradi. Halinaqa yo'q, uyda bor edi-yu, palon edi-yu, po'kin edi deb unaqa aldamaydi. Siz bilan keyinchalik hayot qurmoqchi. Atrofdagi gaplarga e'tibor qilmasligingiz kerak. Bu odam haqida sizga ancha-muncha yolg'on yashiqlarni gapirishganligi uchun siz ham shu odamga nisbatan qandaydir sovuqqonlik darajasiga chiqib
gap talashib olishgansiz. Aslida hozir bu odam nihoyatda nima desam ekan, ajoyib holatda-da, nimasi asabi buzilgan, diqqat qanday qilsam ekan, nima qilsam ekan, borsam, haydab yuborsachi men nima qilaman? Aslida sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Chunki u odam sizni nihoyatda yaxshi ko'radi. Tushuntirdimmi? Bu karta kimga to'g'ri kelib, to'g'ri tushgan bo'lsa, sevgilingiz siz haqingizda aslida nimani his qiladi degan savolimizga javobimiz shu. Kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Seshanba kuni xudo xolasa savol-javoblar bo'ladi. Ertalab soat 10 dan soat 5 gacha, eslaringdan chiqmasin. O'sha kuni kimni qanaqa savoli bo'lsa yozinglar, hammaga birma-birman javob beraman. Avvalambor rahmat, salomat bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'linglar. Albatta, gaplaringni hozirgi ochgan kartadan mamnunmisizlar, mamnun emasmisizlar? O'shani izohda qoldirib ketinglar. Aytgandek, bitta yurakcha bosish eslaringdan chiqmasin. Rahmat.